pul yutib oldingiz. Bizning savollarimizga to'g'ri javob bering va yutuqlarimizga ega bo'ling. Assalomu alaykum. Sizga bir savol bilan murojaat qilaman. 5 bolali yigitcha asari kimga tegishli? Xudoyberdi To'xtaboyevga. Savolimizga to'g'ri javob berdingiz va bitta kitobga ega bo'ldingiz. Rahmat. Mehrobdan chayon asarining muallifi kim? Mehrobdan chayon Abdulla Qodiriy. Savolimizga to'g'ri javob berdingiz va bizdan bir kitob yutib oldingiz. Rahmat. G'ofur G'ulomning bolalar uchun yozilgan mashhur asari qaysi? Shimbola. To'g'ri javob. Va bitta kitobimizni yutib oldingiz. Marhamat. Biz kitob top loyihasidamiz. Bizning sahifamizga obuna bo'lganmisiz? Ko'rsata olasizmi obuna bo'lganingizni? Xo'sh. Yaqinlashtiramiz. Sahifamizga obuna bo'lganingiz uchun siz pul yutib oldingiz. Rahmat. Ulug'bek xazinasi asarining muallifi kim? Ulug'bek xazinasi. Odil Yoqubov. Savolimizga to'g'ri javob berdingiz va kitobga ega bo'ldingiz. Rahmat. Jamila qissasining muallifi kim? Chingiz Aytmatov. Savolimizga to'g'ri javob berdingiz va kitobga ega bo'ldingiz. Rahmat. Bizning Instagram sahifamizga obuna bo'lganmisiz? Instagram. Telegram? Telefon ishlatmaysizmi? Kitob top sahifasiga obuna bo'lishni unutmang va bizni kuzatishda davom eting. Aynan keyingi ishtirokchi siz bo'lishingiz mumkin.